Oxirida men yaxshi ko'rishini isbotlab ketdi-da meni. Bir voqea bo'ldi shu. O'zim Anvar Sobirevman, yaxshi pul topaman o'sha paytda. Endi onam Xorazmda-ku. Onamga endi haligi Og'abek akamga to'yga aytib kelganlar ham, "Onajon, shuni ulug' inson onasi bizga duo qiling" deb ozgina atab onamni duosini olib ketadi. Keyin katta akam keladi, "Ona duo qiling." Opalarim keladi, sovg'a beradi, shirinliklar olib keladi. Onam haligilar yig'ib qo'yar ekanda, qarang. Kenja bolani nimasini aytmoqchi bo'lganda, kenjalar bo'lsa eshitinglar-da, men sizlardan shunaqa bo'lganman. Bo'lmasam mendan sal nimaroq yashaydigan opam bor, qo'shni turadi. Meni Toshkentdan kelishimni kutib o'tirib, haligilar yig'ib qo'yadi. Shirinliklar, boshqalarni, haligi pullarni bunaqa qilib bu qo'yadi-da, u pulga sig'mamasman. Prosta yig'lab aytmoqchiman-da. Mana shuni ol deydi menga aytadi. Ona, menda pul bor-ku, olsam. Bu meniki dedi. Mana shirin, bularga bering deyman-da. Ularga ham berib qo'yganman. Bu saniki bolalaringga olib bor. Keyin haligi o'ziga ishlatirish kelgan pulni ishlatmay menga beradi-da. Qarang, endi men uni bir-ikki marta olmaganim xafa bo'lib qoldi. Keyin opam aytdi, katta opam, "Ol, sen olmasang xafa bo'ladi" dedi. Sen olmasang xafa bo'ladi. Oxirida men yaxshi ko'rishini isbotlab ketdi-da meni. Endi shu og'ir yotibdi. 5-10 kun yonida o'tirdimda, keyin Toshkentdan bir ish chiqib qoldi-da, nimadir kelmasang bo'lmaydigan bo'lib qoldi. "Ona" dedim, "borib kelsam bo'ladimi?" Ongini uncha bilmaydi. Dedi, "Borib kelaver" degandek qildi-da endi. Yaxshi dedim-da, samolyotda ketdim-da Toshkentga. Kelishim bilan hali tushib bir 7-6 yil o'tdimi, onam og'irlashdi, tez kelgin deyishdi-da. Qaytaman desam, reys yo'q-da endi. Keyin bu yoqdagi holat, bitta hamma oqayinlar yig'ilgan, onam so'nggi nimaga tushibdi-da endi. Ilhaq degan nima bo'ladi-ku, haligi oxirgi bir narsani ko'rishni ilhaq bo'lib yotar ekanda. Gapira olmaydi o'zi. Keyin haligi mulla kelgan, bu odam birovga ilhaq bo'lib yotibdi, kim degan, kimdir bormi farzand? Shu kichkina farzandi kelolmayapti yo'lda. Degan ekanlar, iloji yo'qmi tezlashtirishni deganlar. Shuni aytdi, samolyot yo'q. Men keyin o'sha odam tanimaydi, lekin ilhaq bo'lib yotdi-da. Keyin Og'abek akam olib kiribdilar-da. Mana Anvar keldi, oyi deb. Uni qarab tanimaydilar. Og'abek akam ko'rib nima qilib jon uzilibdi-da deganman. Shunda men aytdimki, men shundan buyon o'zim kechirmayman-da, o'shanga yetib bormagan. Nima uchun ketdim o'zi? Kelganim ham ishim bitgani yo'q. Lekin Allohning sinovi ekan-da, men ona naqadar buyukligini, o'sha ilhaqlik meni hozir ko'zim oldidan ketmaydi. Shu yerda nahotki men 5 minut bo'lmadim oxirgidan. Shu darajada menga hayotini borini tikkan odamga 5 minut oxirida bo'la olmadim-da, oxirida. Shu armonim, mana shu armonim hozir. Eng qattiq armonim shu meni. Otamnikidagi bo'ldim yonida, lekin onamnikida bo'la olmadim. O'shaning uchun haqiqatan ham domlani aytgan rost ekan, shu Og'abek akamni ko'rsatib, mana Anvar keldi degandan keyin jon uzilgan ekan.